suhbatdoshimiz mana Bashorat opamlar. Qani Bashorat opa, sizda nima sarguzashtlar? Sizga Shveysariyada bosim bo'lmasa kerak, O'zbekiston bosim qilishga qo'rqadi-ku. Shveysariyada qaytanga men piket qilaman desam, ular xursand bo'ladi. Qachon soat nechida deb so'raydi. Nechidan nechagacha deb. Bizdan nima yordam kerak deydi. Haligi Germaniyaga kelgan yilim nechinchi yil edi? Shu Mirziyoyev 23-yil, 2023-yil. 2023-yili men piketga nimaga Germaniyaga keldim. Kelganimdan keyin dekabr oyida menga xatlar keldi. Siz Malohat Eshonqulovaga qo'shilmang, Safarbekjon, Jahongir Muhabbatlarga qo'shilmang deb. Xo'p, men o'sha kungacha hech kim bilan aloqa qilmaganman. Hech narsa nima o'zgardi? Nima yordam qilib berdi menga? Hech bir aybsiz bolam boshiga, meni boshimga nima kunlarni solmadi. Yana menga aql o'rgatadi. Aytib qo'ymoqchiman, akt bor deyapti, aktiga ham men ishonmayman, boshqa narsasiga ham ishonmayman. Zokir Almat, meni bolamni top ber. Qaranglar, men hozir tushunarli qilib xalqqa tushuntirib qo'ymoqchiman. 2023-yilda O'rta Osiyo prezidentlari bilan Mirziyoyev, demak, o'sha paytdagi Germaniya kansleri Scholzning qarorgohiga tashrif buyurganda Bashorat opam keluvdilar, Muhammad Amin akalar, Namoz akalar, Tuyg'unlar kelib, Hasanboy Burxonov va butun bir O'rta Osiyo, nima, Qozog'iston, Tojikistondagi nima deydi, birodarlarimiz bilan norozilik namoyishi o'tkazganimizda mana Bashorat opam ham bor edilar. Shundan keyin Bashorat opamga ham xat yozgan, ham o'zingiz bilan ham kelib maxsus suhbat qilgan Shveysariyaga. Kimning nomidan kelgan o'sha davlat tuzilmasidan? Mirziyoyev qizi Saida Mirziyoyeva deganmi? Yo'q, kim keldi va qanday qilib uchrashdik? Familiyasini ham bilmayman, udostvereniyam ham ko'rsatmagan. Faqat ismim Shuhrat dedi. U ham Yo'q, siz aytdingiz-ku o'sha suhbatda aytdingiz-ku, Saida Mirziyoyeva shug'ullanyapti ekan, sizga yengillik bo'lar ekan, yangiliklar bo'lar ekan degan. Shunaqa, menga aytdiki, biz yaxshilab o'rganib ko'rib, keyin anaqa bitta dokument beramiz, keyin sizni O'zbekistonga viza qilamiz dedi. Kelasiz dedi. Yana bitta shart bilan dedi, siz hech qayerga chiqmaysiz, hech narsa yozmaysiz dedi. Ketdi. Xo'p, keyin nima dedi? Malohat bilan dedimi yo Malohat Eshonqulovaga, Jahongir Muhammadga, yana kim? Safarbekjonga qo'shilmaysiz. Buni o'sha paytda hech kimga qo'shilmang degan, bo'lgan familiya otinglarni aniq aytib ketdi. Xo'p, o'shandan beri blokdaysiz. Bloklagandik, aloqa qilmadik mana. Bugun o'shandan beri bugun gaplashib, bugun ko'rishib 23-yilda sizni o'sha yerda ko'rdim, Germaniyada. Boshqa qaytib ko'rmadim. Yana gaplashmadik bundan keyin. Xo'p, gapingiz bo'ldi. Yana qo'shimcha qilmoqchiman. Agar oilamga, ota-onamga biror nima bo'lsa, xabar beramiz biz. Davlatdan ko'rurasizlar. Tushuntiring. Demoqchiki, Mirziyoyevni ko'ryapsizlar, qarzga botiryapti-da, bankdan qarz beryapti-da, xalqni oxirgi tovug'igacha tortib olyapti-da, joniga qasd qilishga majbur qilyapti. Fermerni ham, dehqonni ham, oddiy aholini ham. Mana endi o'g'ling borib Mirziyoyevga qarshi, Mirziyoyev diktaturasiga qarshi Germaniyani Bonn shahrida Birlashgan Millatlar Tashkilotini oldida namoyish qilyapmiz. Terroristlarga qo'shilib ketdi deb onasini hozir qo'rqitib, haqoratlab, militsiyaga tahdidlar oilaga. Tahdid qilib, mana kasal qildi, hozir больницаga tushibdi, kasalxonada ekan. Bu o'g'ling Mirziyoyevga qarshi namoyish qilyapti deb, buning ota-onasini garovga olish turibdi hisobda. Garovga olib, tahdid qilib, joniga qasd qilyapti. Terrorist kim shunda? Pichoq tiqish shart emas, davleniyadan, yurak xurujidan. Shunda endi terrorist kim? Bizmi yo ularmi? Kecha 4 soat ishlab turishdi dedi. Kerdimda telefonlarni olib qo'ydi dedi. Telefonlarni otam aytdi, telefonlarni olib qo'ydi. Terrorizm bo'limiga olib borgan. Terrorizm bo'limi dedi. Chaqiruv qog'ozsiz bormasin desak, chaqiruv qog'ozsiz olib borib, telefonlarini olib tekshiramiz deb
olib qolib o'zlarini noqonuniy 4 soat ishlab o'tirgan 2 metr odam ikkita turgan ekan. Evet. 2 metr 2 metr. 2 metr maxsus xizmat xodimlari. Kecha onasi aytdiki, sani hukumat kechirayotgan ekan birinchi marta. Kelsang qaytib kelgin deb aytyapti dedi. Aytdimi shunaqa deb? Kechirdik birinchi gal. Bu nima qildi kechirim so'rab. Bu nima qildi? Birinchi marta chiqibsan yoshlik qilib bizda kechiramiz, qaytib kel, ikkinchi marta chiqma, ikkinchi marta chiqsang ota-onang yo'qolib ketadi deb. Bugungi kunda aytgandilar. Bugun 23da chiqadigan, 13-mayda chiqadigan bo'lsang, holing xarob bo'ladi deb. Ota-onani yo'q ko'ramiz debdimi? Oilangni yo'q ko'ramiz. O'sha ovozlarda bormi shu narsalar? Bor. Agar ruxsat bersangiz, mana ijtimoiy tarmoqda shu ovozlarni ham o'sha ota-onani nolasini xalqimizga yetkazamiz. Ovozlarini xalq eshitishi kerak. Buni xalqimiz bilish kerak. Buni uyga borib bafurja montaj qilaman. Endi hozir Bashorat opaga aytmoqchiman-da. Masalan, men bir qurolsiz qo'lida qalami bor ayolman-da, musofirman-da, ikkita gaplashadigan o'zbekka zorman-da. Bizlar Mirziyoyevni oyog'ini osmondan qilib tashlamaymiz. Nima o'zgaradi? Bashorat Xidirova men bilan salom alik qilib, bir og'iz telefonda gaplashsa, masofamiz bu kishi Shvetsariyada yashasa, men Germaniyada yashasam, Mirziyoyev yuraging yorilsin, odamlaring bilan qo'shmazor bo'lib, bu yerda Shvetsariyagacha ham borib, O'zbekistonga viza beraman deb va'da qilib, o'g'lingni daragini topib beraman, Ishonqulova bilan gaplashmasang deb, Jahongir bilan gaplashmasang, Mamatov bilan, Safar Urganji bilan gaplashmasang, ular bilan aloqa uzsang, xorijda Mirziyoyev hukumat boshqaruviga qarshi norozilik namoyishlari o'tkazmasang, viza berib O'zbekistonga ruxsat beramiz degan. Mana shu bahona bilan kimlar sotib olmadi bular? Kimlarni sotib olmadi? Hozir fuqarolik ololmaganlari borolmay yuribdi. Men O'zbekistonlik oddiy odamlarga aytib qo'yishim kerak. Xorijda kimki siyosiy boshpana olib, G'arb yoki Yevropa boshini silayotgan bo'lsa, agar til bilsa, fuqarolikka ariza yozishi va o'sha mamlakatning fuqaroligini olish huquqi bor. Til bilmaganlari fuqarolik huquqini ola olmaydi. Fuqarosi bo'lmagan shaxsni Mirziyoyev tillaga ko'mib tashlayman, kel deb boradigan bo'lsa, bu yerdagi imtiyozlaridan ayriladi. Shuning uchun ham bora olmaydi, chunki ishona olmaydi. Mirziyoyev borgandan keyin o'zing uchun o'litim bor kuningni ko'r desa, mana bu yerdagi hukumat boqib turgan to'sim nafaqa pulidan ham bebahra, quruq qoladi. Kerak bo'lsa qamoqqa. Tushunyapsizmi? Ana shular nima qiladi? Ba'zilari bu yerda nafaqa puliga qo'shimcha sifatida hukumatni 500 ni olyapti-da, ishsizlik nafaqasi, insoniylik nafaqasiga qo'shib, Mirziyoyevni har oyiga beradigan 500 eurosini olyapti-da. Muhammad Aman aka xorijda yashab quloqlik qilyapti. Hozir men fuqarolikni olganlari esa Ismat Xo'shevga o'xshab boryapti-da. Bo'tsini makishda u yoqqa bu yoqqa yurib. Qatnab o'sha yerda Mirziyoyevni matbuot kotibligini qilyapti. Men Ismat Xo'shevga e'tirozim yo'q. Chunki quloqlardan o'lsa o'ligi ortiq 200lamachidan. Mana bu yerda yurib, men inson huquqlari faoliman, men mustaqil jurnalistman, men muxolifat vakiliman degan nima deydi? Iddaoni. Bo'rini nimasini qo'zichoqni, o'zlari bo'ri qo'zichoqni terisini yopinib olib, xalqaro tashkilotlarga kirib, O'zbekistonning foydasiga axborot berib, ochko to'plab, hali yaxshi buzoq ikki onani emadi deydi-ku. Ham Yevropani sigirday sog'ib yotibdi. Ham O'zbekistonni solig'idan tushgan tushumni evaziga oyiga 500 euro olib, O'zbekistonni xalqini zarariga xizmat qilyapti. Mana shunday odamlar bor Yevropada ham, yo'q deya olmaysiz. Men bularni hammasini kimdan shubha qilgan bo'lsam, ustidan tegishli tashkilotlarga har bir davlatga yozganman. Qarindoshlari bormi? Telefoni bormi? Qanaqa aloqasi bor? Qanaqangi kirimi bor? Qanaqangi pul o'tkazmadan chiqimi bor? Kassalardan naqd pul olimi bor yoki pul tushumlari bor? Har qanday aloqalarini tekshirishingizni
so'rayman. Deportatsiya masalasini ko'ndalang qilib qo'yishingizni so'rayman deb million bir tashkilotga men yozib chiqqanman. Bas qilinglar. Bas qilinglar, O'zbekistonda diktaturasini, diktatorini, shpionlarini boqishdi deb hammasiga ultimatum qilib qo'yganman. Yozganman. Men tinch qo'ymayman. Men tinch qo'ymayman. Men nima uchun 2 yildan beri ko'rinmayman? Men mana shunday amaliy foydali ish bilan shug'ullanyapman. Mana shu yerga ham kelolmay qolganimning sababi men Dilshodga mana shunday bosim o'tkazdilar. Onasiga bir kun chiqqani uchun. Bashorat Xidirovani aldadinglar. Bashorat Eshivani aldadinglar. Onani Jahongir Muhammadga, Safarbekjonga, Malohat Ishonqulovaga qo'shilmasang, O'zbekistonga viza berib taklif qilib oshig'ingni olib qilamiz deb hech narsa qilganing yo'q. Bu ikki. Uchinchidan komissiyalar ham. To'rtinchidan meni qizimni ximiyani boshlab yorib rak deb endi xorijga chiqarmaslik uchun ersiz nima deydi, qarmog'ida bitta bolasi bor rakka chalingan ayolni haligi Mirziyoyev seni hokimlaringga o'xshab, seni vazirlaringga o'xshab, seni kuyovlaring, qarindoshlaringga o'xshab, klasterlaringga o'xshab fermerda haqqini yegan yo'q, dehqonda haqqini yegan yo'q, xalq to'lagan soliqni, byudjetni pulini kemirib ketgan yo'q meni qizim. Meni qizim seni Esinbek xodiming ishg'ollik uyushtirgan avtoavariyada oldiga kelib turimiz beryapti, ketidan uryapti, mashinani pachoq qilyapti. Nima, nari borsa 500 ming so'm, 1 million so'm ketadiganga 56 million, 86 million qilib jarimani soldinglar-da. Ana endi nima deyapti? Kecha chaqiribdi men bu yerga chiqqanimdan keyin hali qizimning qissasini men ovozli dalillar bilan keltiraman maxsus ko'rsatuvimda. Ijrochi chaqiribdi-da. Sen o'tgan yili qarzing bor ekan, birovni mashinani urgan ekansan, hali to'lamagan ekansan, ozroq to'lagan ekansan, 14 millionmi? Shuni u odam oldim deb yozib bermayapti. Shuning uchun uni aldov yo'li bilan chaqirib oldim deb yozdirib olamiz. Uning uchun sen yana 16 millionmi, 20 million olib kelib naqd berishing kerak deyotganimiz. O'sha men sud ijrochisiga, poraxo'ringga, korrupsiyaga botib ketgansan Mirziyoyev tomog'inggacha o'sha sud ijrochisiga Samarqanddagiga aytib qo'ymoqchiman. U pulni qizim qo'lidan bermagan. Uni nima deydi, страхование kompaniyasi o'sha avariyaga uchrab jabrdiyda deyilgan ismli xodimini plastik kartasiga ko'chirib berilyapti. U tilxat yozib beradimi, bermaydimi? Uni pul to'langanligi bankda ham isbot bor, страхование kompaniyasida ham bor. Nima deydi? Sud ijrochilarida ham uni xabari, dalili bor. Sen nima uchun meni qizimni huquqiy savodsizligidan, yoshligidan, ishonuvchanligidan foydalanib kelib biz u jabrdiydani chaqirib olamiz, 16 million, 20 million, 18 million naqd pul olib kelgin, o'sha pulni evaziga yozdirib olamizda bu pulni beramiz deb aldayapsan qizimni. Naqd bermagan-ku. Sen nima qilmoqchisan? O'sha qizimdan 18-20 millionni shilib olmoqchisan. Aldov yo'li bilan naqd olib kelgan kartadan o'tkazmadirmish yana. Hali men buni qissasini o'sha sud ijrochisining ovozini yozdirib olganman o'sha yerda priyamay. Ovozi bilan beraman deb hozir indamayapman. Qizimning qissasini gapirganim yo'q Mirziyoyev. Meni qizimga qiladigan tiriklay o'ldirmoqchisan meni qizimni. Mana bu harakatlarim uchun, qasd olish uchun. Endi meni qizimni chetga chiqarmaslik uchun kecha sud ijrosi chaqirib, sen to'lamagansan, u bo'yniga olmayapti, 18 million, 16 million to'lamaganingda, shuning uchun senga qo'shimcha yana 50% jarima, 70 million bo'lsa yana 60 million jarima qo'shildi senga foizi bilan deganmiz. Men aytdim, qarorini bersin. Qarorini bersin, bir ishton qilib o'tirib qo'yadi. Qarorini bersin qani, qaysi qonunga asosan 60 million jarimaga yana 60 million qo'shilibdi ekan. Bu yemish vaqtida to'lamagani uchun jarima emish. Men bu qissalarimni gapirganim yo'q. Chunki bu yerda elni dardini aytishga kelganman. Qizimning muammosini men o'zim hal qilib olaman xalqaro tashkilotlar bilan. Shuning uchun yuribman, bu uchun modsiga o'xshab. Yo'q, bu Mirziyoyev nima uchun quturyapti bilasizlarmi? Mirziyoyev shuning uchun quturyaptiki, bu yoqda nima chiqdi? Tramp chiqdi. Nima moliyaviy nimalari bilan.
Putinni qo'llab. Ana bu kishini endi nimasi ildizi tomiri otib, dumi suvab qoldi. Ha, menga kun tug'adigan bo'lib qoldi. Putinni nima deydi? Kuni bitmas ekan. Endi bilgan nima qildim nonni yeb, istagancha o'zbek xalqini nima ezishi mumkin ekan deb o'ylayapti-da. Hozir qizimga yana qo'shimcha jarima solibdi. Nimaga? Chet elga chiqarmaslik uchun Turkiyaga chiqib operatsiya qildirib tekshirtirmoqchi edik. Tekshirtirmoqchi emas, chiqarmoqchi emas. Nimaga? Chunki qizim rak emas. Malohatni yolg'ondan chaqirib olish uchun Mirziyoyevni doktorlar komandasi unga rak deb diagnoz qo'ygan. Meni shubha gumonim, mening tasavvurim, mening farazim mana shunday. Demoqchi bo'lganimki, xalq, siz Amerikaga ishonmang. Siz bu yerda ikki buzoqni emib, ham bu yerdagi hukumatning saxiyligidan foydalanib, bularni pasobiya pullarini olib ishlamasdan, ham Mirziyoyevni sadaqasini olib, bu yerdagi xalq, bu yerdagi muxolifat vakillarini sotayotganlar yoki bo'lmasam O'zbekiston xalqini foydasiga xalqaro tashkilotlarga kirib ko'rsatmalar berib bayonotlar yozib yurganlarga ishonmang, siz o'zingizga ishoning. Mana nimani Ukrainani taqdiri sizga nima bo'lsin? Hech bir manfaatsiz nima yordam yoki bo'lmasam ko'mak bo'lmaydi. Siz o'zingizga ishoning xalq. Bitta ikkita odam chiqyapti, jug'armak bo'lib ketyapti, Abduqodirlarga o'xshab. Oldiga tushishni bilmaysiz. Toki birlashmas ekansiz, bizni bu yurishlarimizdan foyda yo'q. Siz birlashib Suriyadagilarga o'xshab boshqa mamlakatdagi mana Amerikada chiqyapti haq huquqini tinchlik yo'li bilan namoyishga birlashib qo'lni qo'lga berib tinchlik yo'li bilan namoyishga chiqib bu diktaturaga asoslangan tizimni ag'darmas ekansiz, sizga hech kim yordam bermaydi.